Aleykümselam. Hoş. Özünüzü bir tanıştırıp ötsünüz ki. İsmim Haydar. Ürümçiden. Haydar? Velisi Haydar mı? İsmin Haydar mı? İsmim Haydar. Ürümçiden özüm Tenterbiyat Tırtı'nın velosiped komandasına. Numaralarını koyduk. Bizden talant sahnimizge banamışında numaralı gerekçe. Nurgun adamlarla hata düşünürlük. Çokum mılıkmış, nakşı usul, andım şu köz bağlaydıgan seyirgenlik de koyumuz o. Mışında numaralı olsa buludu da parayda kalacak. Bizge mışı halkının içideki asasen hazır gerekçe sahnege çıkıp bakmagan. Özününki mışda bir mükemmel sahnesi yok. Mışında numaralı gerek. Bizde kaynıqlalaydıgan aşında numaralı olsa bizge buludu şu. Sen ama numaralı köygendeken bana pek yardı. Ben sana bir bilet taşıdım. Numaranglardan hakikaten biz hayran kaldık. Hem şunda bak korkup kettim ben abay. Kanda bula bu üsteyle bir adamın üstüden atlaşıp buldu iki adamın. O üç adamın giden kandak bir atlap üteydip tel ensirep toğandım. Şunda yaxşı öğrenildiniz. Rahmet. Ben bir bilet taşıdım. Rahmet. Sizge neticeli olganda muşne öğreнгеле? Ben 2002'den başlap 2011-yili yarılanıp bir mezgil taşlap etken. Şu talat sahnesini anlagan yakini мәшq qilib bir ay o'tib qoldi yana qo'shib мәшq qilyapti. Unda uskaba futbolanga bir töme bağlap мәшq qilasiz mı endi? Bizlere sebep çok olmaydı. Ma sahneге aqchan sizlarga cheklamega uchraydi. Tamdan tamıq sakrash andaq maharati bo'lsa, qanchalik araliqlarda sakrab o'ta olasiz? Endi meningki hozirgi seviyerimde şu 2 metre atrofida o'tadi. Egizligicha. Egizligi 1 metr 50 atrofida chiqadi. Yaxshi. Biz shu necha kundan beri sizga o'xshash shu talantlarni velosipedni bo'libmi, velosiped mahoratini ko'rsatgan bolalarni saqlab qattiq siz bo'psiz. Shuning uchun men sizga bir bilet taşıdım. Haydar ablar, kabiliyetin hakikaten Amaşbillah ve biz hayran kaldık. Məşqin taşır etmene yaxşı olmaptı. Sen hem de bizden köp görürsen var ya televizorlarda mesela Congo talan sahnesi veya ki çakalına talan sahnelerdeki velosiped maylarını köyden var ya. Hazır şirzatken etmendek tam degine şunda bir sahneye açık kıl bulduğun nesi bu? Şunda bir tosak. Şunda tosaklamı men için bu da ketim ki talan sahnemiz bitirgen vaktinde maharetin sırt yedim bir yeni yani bir bizi hayran kaldıralaydıgan maharetin bir eşkisine koşu etsen seninki çapat attıgan meşgullarının belki neticesini görüşmek mümkün. Mübarek olsun, ben sana bir bilet taşıdım. Bana bir narsa eskert koyup ama bugün hemimiz tötülüğümüz toluk bilet taşıldık. Lekin bu töt bilet taşıganlık sizin hem cihetten mükemmel bolup ketkenlikini onu ispatlamaydı. Şuna size ızlı tırışım sağlı olmaydı. Mağı takır birinci baskuç. Oldu bırak. Cumhurka. Makul. Ama size görüyorsun. Mübarek olsun. Qanday? Ciddileştiniz mi? Ciddileştim. Bugün 4 bilet erişken yoki o'zim shunchalik xushal hayajonlanib. Mübarek olsun Haydar. Mübarek olsun siz tabriklaymiz. Şunda artıqçılıqni joriy ettirib, bu sahnamizga qadam tashrif qilib, o'zingizga artıqçılıqni namoyon qilganingizga afrin aytamiz. Unda bo'lsa, ikkinchi qatimliq sahnamizda yana buningizmi? Yuqori bo'lgan, buningizmi yaxshi bo'lgan nomerlarni aytishingizdan umid Bismillah. Men Ürümçiden özüm flamenko gitarını ügengüçü hem ügetgüçü desem oldu. Okutuculuk kılımen. Rahmet. Sizlarniki bizden talaş sahnemize getirip öz talantlarını namayan kılışınlarga çin dilimizden xursand bulduk. Karşılığımız nakasa sizlarniki talaş sahnemize öz talantlarını to'liq joriy qildirishinglarga çin dilimden tilakdoshman. Sizlarga omadlar bo'lsin.
Mana? Bizim işe gidiyoruz. Solağa tutulayımız. Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Lutfullah. Men mushu flamenco gitarni ham o'zim o'rganyapman bir tarafdan, yana bir tarafdan kichik bolalar bo'lsa tarbiyalab qo'yaman. Lekin bugun
Senin atrafıda meşgul kılıp özanlı çağında çalamadığını deyim ha. Biraz ko'nglim dikin deb qaldingiz. Qarasamlar meşgulü çokum yaxshilatanlar. Onun üstüge başlayılıp özanlı erkin oynapsan go gitarını. YK'ga bak şunda beşide kadar rahat mangan. Açıl degen YK'ga baksa resmi şunun özü KG'ga baksa çıkış ketip kaldı, doğru mu? Doğru mu? Rost to'g'ri dedingiz. Lekin men shuni his qildim. Siz yaxshi bir gitarchi ekansiz ukan. Uni ustiga qo'lingizdan qanday mengayotgani. Hammasi shu, ham san gap ketmaydi-ku, sandiqni agishib ketmasam bo'laverdi uni. Men sizningki bir yaxshi gitarchi ekanligingizni, garchi bir yer natijada ketib qolgan bo'lsingizmi, men sizga bir bilet tashirdim. Sizin müziğiniz nime dep ataymiz? Nime urup durmakta çağınız ne? Sizniki ukam, sizin müzik. Mikrofonu bir bergen bo'lsam, bir gap qilib olsin. Saniga chiqmoq oson emas. Buni endi İspanya'nınki so'z ekan. Cajon deydi ekan endi. İspanya'nın mı? Avazı şunda yıkımlık, çıraylık çıktı. Rahmat. Gitarını ırılığa vaxtınızda neçə xil müzikini birleştiripsiz? Millici ahanglarımız şunda çıraylık çıktı. Lekin avay degende şu bir neçə yanınki avazları şu to'g'ri chiqmay qoldi melodiya. Naqmushi açıl degan yerni toza mashq qilyaptim. Mehmon kelganda cho'p kap qozon o'rliksiz g'ashlashsa bo'ladi. Chiqib qoladi ba'zida. Shu ashandan mashq qilyaptim. Men chiqib ashan chalolmaydigan gap. Endi agar bir fursat bersak, shu kilaqitimda shu narsa chiqamu, qandaq deb o'ylayapti. Talant sahnasiga chiqib, yana alohida bir talantingizni bayqagan bo'lsam, bilan tashlaydim. Afsuski men bilan tashlaymadim. Kechirsiz. Sizniki gitarni chalishiniz nayt pakiz. Ondan keyin ma'rifingizni xili bir yerga berib tur. Sizning dal qiynalgan yeringiz bugun bizniki talant sahnasida kutgan yosh ajnaqiyatni shuni chiqarandingiz. Ondan keyin yana men deydigan bir fikrim, shu sazning hissiyotiga o'zingiz kirib ketdingiz, lekin dumba qurgan sandiqchi bilan hissiyot almashtirish bo'lmadi. Lekin ma dumba chagan jigit hissiyotni ayt yaxshi. Siz bilan nechiqdim hissiyot almashtirmaganda sizga nechiqdim talmirdi. Siz lekin bu yoqqa qarab qo'ymadingiz. Yandagi hamkorlashayotgan yigitlar bilan hissiyot almashtirasiz. Siz moshni diqqat qilsangizlar, men sizga bir nomer tashlayman. Rahmat. Abduxoliq Uyg'urni aslayman deb muzikaning ismini bek chiroyli qo'yibsan. Sening gitar chalishdagi mahorating xeyli yaxshi. Rost degandek odam o'diqanda qo'l talab ketdimi alqan. Shunda qudaymi? Qo'ling talab ketdimi? Alif bunda. Shu so'ng qo'ling talab ketgandikan, sap tutgan qo'ling talab ketgandikan, har bir nuqtaga qo'ygan barmoqning sadosi bizga aniq anglanmay qoldi. Azroq o'diqish bo'ldi senda, lekin o'diqmagan bo'lsang, buningdan yaxshi chala oladiganligingga ishondim men. Mayinimning hissiyot jihatda yaxshi, hamda beshinchi kilogan shilapanglar sandiqning bek moslashibdi. Rahmat. Sening bu daqiqimki sahnaga chiqqan vaqtingda mashqni bek yaxshi qilishingni umid qilmayapman. Chunki bu da qattiq mashq qil. Bo'landa? Bo'ldi, rahmat. Mashq yaxshi mashq qilamsa, Cho'qim qilaman. Yana bir qitim deb baqana. Cho'qim qilaman. O'zga izlamamsa. Onda bo'lsa, sening bu daqiq sahnada cho'qim yaxshi parlashingga ishondim. Men senga bir bilet tashirdim. Mübarek olsun. Mübarek olsun derleştirim. Programımızda %100'liki dağ sepkin, dağını koruyup, koruk hem sezgürlük katarlık her xil teri meselelerini hal kılıp, halkımızga sağlam güzellik ata kılıvatkan halkaralık ölçemde işlengen altın göher deniz canlıkları yürüyüşlük girimleri alayda kollagan. Bu programını samimiy xalqaro sodi cheklik şirketi Biyyatda erkeklar kuvvet içimliki alayda talep kıldı.
erip, çarçıganda, çankıganda, tamaktan keyin köngül fakat abide soda suyunu tartılır. Hakiki özünüzge tebe bolgan coşkullukni abide soda suyudan tepin. Şirin temlik, yüreklerini yaşattıkça abide soda suyu. Canның huzuri. Biz devlet derecelik ekologilik rayon Kelpin nahiye tağ bağrıga joylashdik. Alduri ullarımızga kemiylik terkipler kıtılmagan, sap havada pişiqlangan, süpetlik buğdayda işlengen. Buğday sap suda juyulgan, ozuq elmetrik kuydirib etilmegen. Tabii yemeklik sağlam demeklik. Alduri. Ballar oyuncuları, barlığımız ballar için. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutyar soda suvi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyar xalqimizning umidini oqladi. Qutyar 2003 yıldan başlap hazırgacha tinimsiz izlanib Qutyar soda suyuning sütini teximi o'stirdi, turini teximi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Soda suvining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyari. Qutyar soda suvi. Qutyar. Qarlaylisi mənbəsini ozuqluq qılğan, terini güzelleştirdiğan ve yaşartıdığan əla süpetlik yüz çaplığı Pari. Yazılıdan Beijing Biopentexnik Çəklik şirketi Şinjan Talant Səhniz programmasını alaydı tələb qıldı. Muşu talant sahnesi orqali o'zimni muşu millatimga, vatanimga namoyon qilishni chin dilimdan orzu qilib, shu maqsadimni chekladim. Orzu umidingiz yetishingizga chin dilimdan tilakdoshmiz. Sizga omad utuq yor bo'lsin. Ha! Muşu kasb bilan shug'ullanadi, ishdan sirtqi mush ishni qiladi. Ishdan sirtqi yo'lchi masala o'qish qildi, güzel san'at o'qituvchi. Ishdan sirt o'zining qiziqishi bor. Va bo'g'ashqa davomli
Setuvalda akamiz özünün maharetine monayet muvaffaqiyatli kaldı tegeti. Qani bizning 4 nafar baholovchi ustozlarimiz Setuvalda akamizga qanday baholarni bergan, qani birlikda ko'rib boqaylik. Assalomu alaykum. Baholovchi ustozlar. Assalomu alaykum. Nahmaydagi tomoshabinlar. Assalomu alaykum televizordagi barliq do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Turkman viloyati To'qsondan kelgan Setuvalda. Sizlarga salom. Setuvalda efendim. Assalomu Aleyküm assalam. Ben özümni Sitnoç deb tursam, yana bir Sitnoç chiqib qoldi degan hayron qoldim ha. Bu naqshi tanishimdan maqsad qilib Ya tutum tushundim. Maharetlaringizni biz mi qayil oldik. Lekin shu ko'tagan shu nimaning sepi no'g'ushmi? Ashula, naqaydan deb. Ya bir ko'rakninki sepimi? Ashni asli birasimiz ko'rayotgan bo'lsa. Hozir ko'ryapmiz sizda. Ya bu sinf olganda ko'rmayman buni, ha? Turib qaraydi. Aytib qolgan. Bir qolganmi? Ko'zlik qarab qolsa deb chiqib qo'ygan shumi? Yo'q. Amirda. Amirda. Bo'ldi, Amirdan qamirdan yana ketibdi. Bo'ldi, chiqmasin bo'ldi. Bizga mana shundoq iliqi yo'q, sahnasini topolmayotgan shunday mahoratim kerak-ku. Bo'ladi. Men sizga bir bilet tashladim. Yaxshimisiz? Abay mahoratingizni ko'rdik. Menmi sizga bir bilet tashladim? Maharatınız qıltışka. Bizning Abdukerim efendim kino oynaganda biz yağan iliq solyo narsani yağandan urib sindiratdik. Bugun rasm jingni ko'rdim. Oshkormanda narsani deyman. Tekshirib o'tirdim. Men sizga bir bilet tashladim. Yomon jiqkaltakka bu Ashtarxonchilik o'xshaydi, asosini kutib bordim da qarsam. Ashtarxonmi deb qoldim. Bizdan jutda bir kerak bo'lsa Ashtarxon deb. Buni sotib olgan nimadanchi? Tilagana. Qasi bo'shroq deb tanlab, ha? Ishqilib shovlaysigidan uchasa. Senin endi bugun ko'rsatgan mahorating rost bizning talant sahnamizga kerak bo'lgan alohida mahorat ekan. Maketim chiqqan vaqtingda ozroq tuz tushkirgizmsan bo'lmaydi. Mal sakindan sakrab tushib ishlagan harakatlaringda mashqingda kam. Aran beryapsan deyish qilib tirishib opadim ashaga. Vash tushishing kerak. Onun ustiga Qalmurat kelgan ishdan qata hozir. Navodir, g'arti chekirganda g'arti ketib qolgan qilibdi. Shuning uchun bu daqiqadan kelgan vaqtda kiyim kechaklaringga mushu harakatlarga, mushu narsalarga yana bo'lsa boshqa mahoratlar, alohida mahoratlar qo'shmasang bu daqiqadan qidim chiqib qolsa sana muvaffaqiyat tilayman, bir bilet tashladim. Rahmat. Çok ustoz rahmat. Barliq tomoshabinlar rahmat. Rahmat. Şinjanның özüde kurulgan Jongo Xalq Bankası tarafından 3. taraf haq to'lash huquqi bergan pul muomala bank kartasi sürtüş mashinasini bozorga selayotgan korxona Al-Ravan savdo ishtirokchilik şirkati Şinjan talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Malayziyadan import qilingan qor burkut quvvat ichimligi. Şinjan Nabiruk xalqaro savdo shirkati Şinjan talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Muhitning bulg'inishi ham paslini almishi terimizdan farqaraqligiga ta'sir ko'rsatdi. Qanday qilishimiz kerak? Ben Gülmira Muhammed. Altın güher teri süzüldürüş cevheri, yüceylerini canlandırıp, terini tegi-tegiden süzüldürüp, hüsnünüzü nurlandırdı. Altın güher teri süzüldürüş cevherini sizge hem tavsiye kılınan. Altın güher. Erkek tiplik çaç şiş diye eşliğinin tük haltısını zəximləndirişdən boludu. Dəstəbdə çaş bəliği keynigi sürülüp, çiğ çaşları düşüdü. Xatarlik basqıçda çaş düşüş texnik yanıyıp em şəkilgi kelidi. Ahırda çeke ve çok çaşları düşüp, nahıl şəkilgi kelidi. Fen texniki patlayıp gelişken Gazbay çaç ündürüş cevhiri ve soponi diye eşliğini çeklep, haltısını canlandırıp, çaş ündürüp. Çaç düşüşünün hakiki sebebi ve dergisini tunup, çaşlarınızı yıltızını kutkuzuyor. Gazbay erkek tiplik çaç ündürüş cevhiri ve çaç düşüşünü tizgirleş soponi. Malini hayatlık meyve şerbetinin şerin təmir sizge unutulusuz huzur bağışlaydı. Çünkü o faqat susuzlukla emas. Belki tinanızı kuvvet, tilingizga lezzet beralaydigan haqiqiy meyve şerbeti. Şu o sizning birdan bir tanlışınız bo'lamaydi.
Malina 21 asırdagi oltin meva va hayotlik mevasilar tarqalinib, moda bo'lgan sog'lomlik ichimligiga aylandi. Sherikimiz tunji bo'lib diyorimizdagi yerlik malina mevasini ko'p qildirib pishiqlab ishlab, bir yurish malina hayotlik ichimliklarini o'z ta'mida xalqimizning huzuriga sundi. Ibrona hayotlik sharbati. Teşvikmi, nima lazım? Bakira dağlıq paklı kağızı keldimi hede? Demekçi boğununuz 7 qavatlik, 100 qismi süpatlik dağında işlengen. Oğul bak, siz mi bolsanız? Bakira dağlıq paklı kağızı mana keldi. Yani tegiri 100 qismi süpatlik dağıdan işlengen. Bir xatar bulgaç, sizki hediye. Süpatlik kağızda sizning mi haqqınız ba? Bakira dağlıq paklı kağızı. Her günümde icadiyetimge tasavvur, ilhamımge rıgbet, cismimge kuvvet zörürdür. Coşkun ruhluk bolsak, arzularımızma dolkun yasap durdu. Ben halkımge icadımdan güller terdim eylemekni istedim. Özüm her cayda bolsam mı, yenimden Malaysiya bir iki kuvvet içimlikini ayrıldım. Özümüzni asıraylı, vücudumuzni kuvvetlep, gayemiz üçün tirişaylı. Uçuk zihin, sağlam beden bilen, işlerimiz hayırlık bolması. Benim tanışım Malaysiya bir iki kuvvet içimlik. Diyarımızda öz aldığı acayip Akku markasındaki yuyuş buyumlarını işlep çıkarıvatkan karxana Şinjan Aydil Yuyuş Buyumları Zavuti Şinjan Talant Sahnesi programmasını alaydı talep kıldı. Nobody do it like I do it. When I do it, dog, I do it. Break it down, put it back into it. Man, y'all ain't ready for the stuff doing. Get up, drinks down. Don't want y'all stop still drinks out all over that. Little cheap blouse ain't nothing but a swallow in it anyhow. Still me, how you change the time to the other one I had just swapped it out. Kept something in the background, cause you know it's wrong, you can do it with the back down. Come on, little mama, work for me, make a play, I wanna spend some money. I don't really like spending money, but show off that body you got this dance so hot. You working at, you talking at, you looking at, like a fly. Show off that body you got this dance so hot. Nahıs bu bala özgürgendim o yaki olsun ne? Assalamualaikum hörmətli bağlı ustazlar, körmənlər, Qaramaydın gələn pilot kursun sizlərə otuq salam. Kelos qarğandı yani men olsun bağışmamda. Ballarım, yaxşı oyundыңlar. Məşq yaxşı olmay qapdı. Hərəkət birliginglar bək qalaymışqan. Biringlar qarab, biringlar hərəkət qıldırğan basqıç emas bu. Ma yatdı, endi mən yatma degan basqıç emas. Yatlap bo'lgan basqıçda hərəkətni. Shuning uchun kechiringlar, men sizlarga bilet tashlayapman. Ko'proq mashq qilinglar. Men sizlarga bilet tashlamadim, usul hareketlerimin birligi,
ancha yaxshi bo'lmabdi. Mashq azib qoldimi? Mashq vaqtinglar azib qolganmanda. Şüyatdı məşq qılan avval. Ondan keyin ma Ürümçik mağımız deyə vaxtda aramızdan birisi kilenmey qilib, yəni işə demə kirib, yanından başını ögətgan. Shu. Mana shu ko'pchilik usulda endi shu birga rap yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Yani biz yana birga udar hamma odamning 10 odam bo'lamdi, 100 odam bo'lamdi, mayli qancha odam bo'lishidan qat'iy nazar udar bir. Shuning uchun qancha odam bo'lsa shu bir udarga o'xshash xuddi bir odam o'ynagandek ajinda tushish kerak. Erkaklar yadolmagandan keyin hissiyatmi faqat shu usulning ichiga kirmadi. Kechiringlar, men sizlarga bilet bermay qoldim. Ben seninki mana şu neçanlı'nın, yettanlı'nın müşünçilik birleşip, müşünçilik nesini vücut çıkarınıldın hoş oldum. Gerçi, sizler bugün hakiki digen maqsadına yetemeye kalkan bolsanlı mı? Bunun dinkin, özanlı'nınki ügünüşünü asas kıptırıp, yani müşü özanlı'nınki müş koç usulunulda terakki kılışınız için, kiler katım yani katlaşınlar için, ben sizlere bir bele taşıdım. Ma'qul. Rahmat sizlarga. Yo'q, sizlar shunchalik mush yashinglarda, shu talon sahnasiga kelib o'z talantlarini namoyon qilib bu yerga qo'rqmay dodillik bilan sahnaga qadam bosgan o'zli bir natija. Alba, nasib. İcadetimde bir sanat teknisinde sandık bağlarını yürüsüdüklerini ufak aydep geldim.
Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Hürmetli bahalıqçılar, naq maydandaki aziz tomoshabinlar, televizor oldidagi ko'rganlar, Kamina, Xarki, Tungandan sizlarga o'rtoq salom. Burma naqshlarınızı anılğanman bək isil, bək çıraylık naqshlarınız oladigan. Mayli Qurban Hayiti olsun, mayli başqa programmalar olsun, daim anlab kelayotgan. Lekin men naqshni bunda qarasam, tuzib qolgandek, sizga sal oddiy bo'lib qolgandek, naqshni toza yaxshi tanlamay kelgandek his qilib qoldim. Onu sizlarni bizga ustoz sifat odamlar. Afsus, bugungi ahvolda men amal yo'q, kechirsiz. Men sizga bir dona qizilchiroq bera tashamay qoldim. Xarki abinam, oğlum yaxshimi? Bizning bu sahnamizga kelganimizning xabarimiz yo'q ekan bugun. Yo'qsiz paydo bo'ldim sahnada. Bu kimning ijodiyati? O'zimning ijodiyati. Yaxshi. Tekismi o'zingmi? Muhammad Jarashidin. Muhammad Jarashidinning. Sayşiga ahoma. Unda. Naqshini bir chiroyli aytatdan rostligandek bugun ishkiyada udardan chiqib qoldim. Şuna ayıp görmeysen ben mi sana kızılcırak bastım. Sizniki şu talant sayfamızga kelib, mana bir mo'ngluq bir naqshni aytib berdingiz. Siz menimcha endi yiqimliq bir naqshni akilib meshaga bizga sunganligingiz uchun men sizga bir bilet tashladim. Özünüz icap qilgan bo'lsangiz, pek çıraylık icap kısız. Şunçilik huzurlandım, şunçilik yıkımlık anlandı. Ama abay degandek şu bir neçe yerlerde müzikden sal çıkıp kaldı. Hem lekin sizinki muşundaq bir royunuz, hem Uygurca naqshini hem özünüz işlep, icat kılıp özünüz etipsiz. Muşunun özümü bir talant. Şu talant sahnimizga astoydil, shunchalik suyunib kelganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Men bu sizningki mush ro'yingizdan intayin ta'sirlandim. Men sizga bilet tashladim. Rahmat. Mana bu bahalarni berganlarga, chunki men talant sahnasiga o'zimning ijodiyatini bir talant sahnasida bir namoyon qilsam va shuningda men o'zimning talantining qanchalik ekanligini, muzik ishlashda qanchalik ekanligini bilishni maqsad bilan kelgan. Sizlarga rahmat.
mening adım Aray bo'ladi. Kichkintoy qiziq qizi Aray bo'ladi. Bir yil 12 yoshdan Mo'ya audanidan keldim. Chayda doshman. Ha. 我叫阿瑞亚，今年12岁，来自莫雷西亚哈萨克斯支系，读语第3小学6年级3班。谢谢。 Suvi, mening his qilishimcha asosan harakatlarni bak chiroyli qilib qo'ydingiz, lekin o'zingizniki bu chiroydagi hissiyot ikkisi toza birga kelmay qoldimi? Yo, endi qolganni Dilnar xonim, buni peshvosiz. Höküm qilsin. Chiroyli aql qiz, usulni bak chiroyli qo'yindingiz. O'zingizni bak chiroyli ekansiz. Rahmat. Kiyimlaringizmi texmi chiroyli ekan. Shunchalik yaxshi astoydil tayyorlik qilibsiz. Endi usulda hakikaten hissiyat pek muhim. Hissiyat bilan harakat cho'qim yaxshi yeyishib birlashish kerak. Sizningki shu muzikani ba'zanda bag'an sir chaqallab ishtikka kelgan chog'da ishtik shu o'zgarish harakatlari bo'lmay qoldi. San'atmi turmushdan kelgan. Turmuşda odatda oddiyroq olgan bo'lsak, sahnalashgandan keyin texim uni so'zib, texim go'zallashtirib, necha daraja yuqori ko'tarib, andan keyin sahnaga chiqamiz. Mushu jihatlarda chiroyli xonimki azroq kam qolib qoldi. Sizda kichik bo'lgandan keyin menimcha bundan keyin yana bunday fursatlar ko'p. Sizning texim yana dərslerinizmi yaxşı oxub, oxusanızmı yaxşı oxub, usulnimi yəni qo'shimcha yana texmi yaxshi o'rganib, yəni bu vaqtda jiq fursatlar sizga yer bo'ldi. Lekin afsus, men sizga bilet tashiyamadim. Kechiring. Sizningki usulda bir alaydilik var. Ancaq tabiatdagi akqu, tepinak, yana boshqa jonivorlarni do'rash orqali shu tabiat bilan bizningki zich munosabatli ekanligimiz, tabiatni qo'g'dishimiz, hayvonlarni qo'g'dishimiz, shu orqali bir go'zallik, mehrlik dunyoni barliq keltirishimiz, mandaq bir yaxshi uslub. Agarchanda shu uslubingizni taqim qilsangiz, nada chiroyli usul bo'ldi, nada yaxshi. Lekin pishiq egallamabsiz tiqchi, yana sizda bir qancha qatimliq qattiq mashq qilish, yanami o'zingizni pishiqlash jarayoni ketadi ekan. Tirishing. Men sizga bilet tashlay olmadim. Ben de bir de kettik o. Dinar Hanım dedi. Ele udarga kelgan vaqtda siz beshidimi o'xshash, oxiridimi o'xshash deb hech bo'lmaganda siz o'zingizni men aqquda desgan bo'lsangiz, muzik sizganda balkim urkib ketib bo'lsin, tezroq pishishingiz mumkin-ti. Shuni kechirsiz, men sizga bilet tashlay qoldim. Aray kızım, bir akkoni gördük sakında bir akkoni, çıraylı akkoni. Peki yaxşı tasvir ediniz. Kiyimleriniz hazır, malumlarınız etmenden pek çıraylı oldu. Akkonun kiyimini pek çıraylı layıqlaptı. Bu kiyimni ata-ananız tiktirip edi mi? Pek çıraylı tiktirip beripti. Mübarek olsun, ben sizge bir bilet taşıdım.时间来不及了，孙韵，没好好复习上，孙韵，可能孙梦韵没给孙韵，不是这个字。
是为纪念已逝的痛快，该迷信感情的能耐，还是要征服天意的安排。一个个爱人散落在人海，一声声再见不停在倒带，那种拥抱都是为告别彩排，请用我当吉祥款。我明白离不开就不要爱，能消费的会改，这爱情舞台谁是天才不会淘汰，莫非要让眼泪淘汰，可爱也可不爱，才能够牵手不去也不来，自由不自在。一个个爱人散落在人海，一声声再见不停在倒带，那种拥抱都是为告别彩排，是用我当吉祥款，谁不是离不开就是分开，没有理由存在，这爱情舞台谁是天才不被淘汰，莫非要让眼泪淘汰，可爱也可不爱，要不然受伤害也是活该。爱在当下，何来后来？才能盲目太快，带着歌轻易告别的时代。爱人笑只剩失望。Assalamualaikum ustazlar, ko'ramanlar. Ismoilni sizlarga o'tib salam. Aleyküm assalam. Nasıl yaxşı ettin? Avazının alaylık vakin ikki yerde kıyıp kettiğini hesap kalmaganda. Şuna menin sana berdiğinin yes. Ovozingizning shunda to'g'ri ekan, abay degandek haqiqatan bir aloydiligi bor ekan. Abay azroq ishdan ketib qolganini hisob qilmaganda shunchalik yaxshi bo'ldi. Bundan keyin hamda cho'qim osh taraflarni bir yaxshiroq ovozingizningki tarbiyalanishiga diqqat qilsangiz, menimcha sizning kelajagingiz cho'qim taxmo yaxshi bo'lib mangdi. Shuning uchun men sizga bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bu narsani ijod qilganmi yo birisini olarsiz? Yo'q, bu Xingye团 degan bir Tayvanlik qilmoqchi. 们中国音乐家协会富林音乐工作室的 naqsh o'qitaman.
Şu ez çanfada Michael Jackson'ki bir uslub var. Şu çanfani Jungo'ga akirip endi şu Şinjan'ki bolan uqsun da pulsakin çıkmak istem şu. Şu çanfani to'ntush. Şu uslub nede? Şu uslub ne? Men bu sizga bir bilet taşıldım. Ovozing favqulodda yaxshi ovoz bo'lmasa-mu, hissiyoting favqulodda yaxshi ekan. Rahmat bayram. Bas. Sen bu naqshiga bak kirib ketding, bu naqshiga aylanib ketayli deding ukam. Biroz Tayvanlik naqshchining ovozi azroq qiyib ketgan bo'lib, balkim shuni akirib olgan bo'lishi mumkin. Sening ma ovoz ishlatishingda qaymamdiki deb o'yladim ovozingni. Ammo ashirni ashta qasdan ashta oldingmi yo? O'diqdingmi? Sening ma rangingga qarasa, adamdan o'diqdigan chiroying yo'q. Biroz o'diqdigan ahvol yo'q senda. Bo'ladi. Budağı müsabakada texnik zor natija erishishingga tilakdoshlik bildirma, bir bilet tashildi, muborak bo'lsin. Birinchi kun senga chiqqan bo'lgan azroq ruhdim endi. Lekin shunda kirib yaxshi etdim deyman o'zimni. Bundan keyin endi boshqa uslubda bo'lamdi, o'zim endi fan tilda milliy naqsh bo'lamdi. Dedim yaxshi naqshlarni aytib ko'raman yerga. Huzur bering.
Assalomu alaykum. Ustozlar, assalomu alaykum. Tezda. Yana bir hadirasan chiqdi. Aldızda o'tirgan ko'rmanlar. Ismim Anyor Chekanov keldim. Bu yil 20 yosh. Oldan ketsa. Sen yaxshi o'ynayotgansan. Seninki hareketlerini rast kelib qo'ysam, sening chaqmoq ko'yniking butun yivatdi. Chunki men ko'ynak chaqmoq bo'lgandan keyin hareketlarni hamma surishib ketdi mening ko'zimda. Hech ishni bilmadim. Men ostdan taraf qarasam, sen hareketlarni chiroyli chiqyapti, ustdan taraf qarasam, qilibcho. Chunki sahnada astoydil muomala qilish bu tomoshabinlar bo'lgan bir hurmatchi. Sen o'zingning kasbiga hurmat qilmagan ekansan, bu bizga bu tomoshabinlarga qilgan bir hurmatsizlik bo'lib qoladi. Bundan keyin mushliq bir diqqat qilsang. Lekin Martin haqiqatan yaxshi ekan to'q. Astoydil muomala qilmaganliging uchun men senga bilet tashlamadim, kechirgin. Sizningki usul mahoratlaringizni ilg'asak, men texmi bakrakmish tarafdagi harakatingizni texmi bakrak yaxshi ko'rdim. Millat deganda boshlangan chaqlan put bilan boshlagan. Shu boshlanishidimi shunchalik siliq ham shunda tabiiylik. Her bir hareketinizden şekli şunçalik chiroyli chiqdi. Lekin üst tarafınızdaki hareketi ya aşk kiyimingizdeki sebebimi tarafınızdaki hareketini iniq ko'rolmadim. Endi nilqib buyunlarni mo'ri bilan ajritib va cho'giltib qildigan bir hareketlaringlar bor. Şu hareketler iniq chiqmadi. Shuning uchun kechirsiz, men bilet tashlayolmadim. Rahmat. Sizniki chaqmoq usulining alohidaligi bor ekan. Nechka yoq kelgan chaqmoq usuliniki biz endi mashinadan deymiz, temir odamni dedik. Ularniki qirlig'i nihoyatda iniq chaqmoqdek. Sizniki ma'noda chaqmoq usulda siz alohida bir uslub bilan o'rganibsiz. Avrishimchanligi nihoyat yaxshi. Onundan harakatingizning go'zalligi nihoyat yaxshi. Mushu uslubni tutib olsangiz, bu jihatni nihoyat yaxshi tayyorlabsiz, ham ijod qilibsiz. Abay yuqoridagi ustozlar dedi, vaziyat diqqat qilgan ya'ni. Sizniki yuqoridagi mayorlar qaraganda şu uslubingizniki alohidaligi, onundan yumshoqligi, onundan o'zingizniki şu hissiyotingiz nihoyat tashlashgan. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Anyor, Shunday. Anyor baya ustozlar aytdi endi. Senin başka artıkçılıklarının bağlılığını etti. Rast biz mi köydük? Şonlaşka bu dakikadan esnafı tayarlık kıl. Olam da? Buldu. Sana ben bir bilet taşıdım, mübarek olsun. Olam da? Rahmat. Ma'qul. Hoş. Allah sahnimizde bu dilegen, Ahmet dileymen, dilegen, Rabbiye.
İsmin Elyar Ebeyma? Neçe yaşkırdan? Ha? Satanımı bak senin işin vakanda yaxşı çaldın. Hem nakşını şuna çırılık etkandan arlıkta özden bilesen go iki şeyden ketip kaldı ha kıyıp. Tembirdi bu yaxşında yaxşı çep kelavatkandan tembirdi mi kettin iki şeyde. Lekin bu senin işinde o boluduğun içindeki iş. Lekin senin işinge bakanda bulup mu sizlerinki muşundaq bir millis özümüzdeki Uygur çalgılarını sizlerini kötürüp içkınanlı özü bir çoğun iş. Onu siz almıştırıp çaldınla, nakşı ettin, sata çaldın, tembir çaldın. Muşun özü bana bir talant. Oldu. Xapasan olma. Ben sizge bir tal verip taşlayayım.
Oldidagi muzikalar naqshlarda yetgandi. Shular yetadi bizga. Sizlarniki ruh, sizlardagi buni yaxshi ko'rish bizni rost ta'sirlantirdi. Klassik muzikalarimizni farzandlarimiz tutib tursa, bizning yuragimiz bek suyunadi. Yana bir qatimki musobaqaga favqulodda chiqib qilish imkoniyatiga erishib qolsanglar, sahnadagi qiyofatlarga diqqat qilaylik, bolam. Muzik chelib o'tib, uning ko'ziga qarasang, uni yaxshi ko'rmay kerak tushunib qolamiz. Chin yuraging bilan chal, unga diqqat qil. Boshqalar qarayma deb, boshqalar madad qilsa, na qilma deb boshqani tutib olsang, vaqtida ziyon o'zing tortsa. Bir ovozdan xato kelsang, mayli bir chekib turamiz. Ikki yer kelsang, ikki yer chekib turamiz, ismona qilishga. Ammo sizlarning ro'yinglarga, sizlarning suyishinglarga opirin. Sizlarga bir bilet tashladim, muborak bo'lsin. Men bir bilet tashladim. Men sizlarningki talantinglarga intayin suyundim. Bek ta'sirlandim. Kichikgina turib, shunchalik chiroyli shu milliy alayidligini intayin yaxshi qabul qilib, o'zinglar yaxshi o'rinlab berdinglar. Sizlarga afirin o'qiyman. Men bir bilet tashladim. Rahmat. Lekin mag'rurlanib ketishga ruxsat yo'q, ha? Bizning ma 4 bilet tashlaganimiz faqat sizlarga rag'bat olsun uchun. Ma kelar qatimga bakrak yaxshi tayyorlik qilamiz. Bu qatimda 8 yosh ta'mirchilar bor. Sizlardan ustaroq lekin. Diqqat qilaylik, juma, yaxshi bash qilaylik. O'qimay turibdi, ha? Aşağı to'ytonlar hissiyotga diqqat qilinglar. Hissiyotga diqqat qilaylik. Muzikani o'rindab bilsangiz hisob emas. Sizlar hissiyotinglarga nomer qo'ymiz emasmi? Shuning uchun bu qatimda diqqat qilinglar, bo'lamda? Ma'qul, xo'sh, rahmat. Rahmat.